Bismillahirrohmanirrohim. Iso payg'ambar qissasi. Juda uzoq zamonlar ilgari, 2000 yil oldin muqaddas Quddus shahrida, buyuk ibodatxonada Maryam ismli yosh qiz yashar edi. Maryam boshqa qizlardan juda farq qilardi. U ibodatxonada yashar va tashqariga ko'p chiqmasdi. Ko'p ibodat qilar, Allohning oyatlarini tilovat qilardi. Ammo bir kuni g'alati bir narsa yuz berdi. Uning oldiga bir farishta keldi. Bu farishta Jabroil edi. Maryam uni ko'rib juda qo'rqib ketdi. "Qo'rqma Maryam, men sening oldingga Alloh yubordi. Sen bir o'g'il farzand ko'rasan", dedi Jabroil. "Lekin qanday qilib?" dedi Maryam. "Men turmush qurmaganman, men qanday farzandli bo'laman? Alloh shuni xohlasa bo'ladi", dedi Jabroil. Albatta, Alloh nimani istasa, hamma narsa bo'ladi. Maryam ham buni bilardi. Alloh taolo odam alayhissalomni ham onasiz, ham otasiz yaratganmidi? Maryamning bolasi esa faqat otasiz yaratilajak edi. Ammo odamlar bunga nima deydi? Kunlar, oylar o'tdi. Maryamning qorni kattalashdi va hamma uning homiladorligini bildi. Maryam qishlog'iga, xolasining yoniga qaytdi. U hech kimga hech narsa aytmasdi va doim jim edi. Va to'lg'oq, tug'ilish juda yaqinlashgan edi. Og'riqlar boshlandi. Maryam qishloqdan chiqdi. Olisdagi xurmo daraxti tagiga borib o'tirdi va o'sha yerda bolasini dunyoga keltirdi. U juda ham chiroyli chaqaloq edi. Maryam uni quchoqlab yig'lay boshladi. Endi u qishloqqa qanday qaytadi? Odamlar nima deb o'ylaydi? Shularni o'ylab o'tirganda bir ovoz eshitildi. "Xafa bo'lma Maryam. Qara, sen uchun bir suv chiqardik va qurigan daraxtdan totli xurmolar yetishtirdik. Ulardan ich, tanovul qil. Senga quvvat bo'ladi." Maryam suvdan ichdi va xurmolardan yedi. Qalbidagi iztiroblar aridi. Chaqaloqqa Iso deb ism qo'yildi.